Koreyalik erkaklar hamda ayollar yoshlarga nisbatan 15 yoshga yosh ko'rinish sabablarini bilasizmi? Sababi Koreyada 8 yoshdan boshlab to'g'ri yuz parvarishini qilishadi. Aynan Lakora mahsulotlari yordamida koreys uslubida siz ham yuzingizni 5 bosqichda parvarish qilishingiz mumkin. Birinchisi bu tozalov. Bunda sizlarga Lakora kompaniyasining barcha pyankalari hamda suyuq sovunlari yordamga keladi. Ikkinchisi tinchlantirish. Bunda Lakora kompaniyasidagi barcha toniklar sizga yordam beradi. Uchinchisi Lakora kompaniyasidagi barcha seriyadagi losyonlar. Bu losyonlar sizni yuzingizni namlantirishga yordam beradi. To'rtinchisi Lakora kompaniyasidagi barcha seriyadagi oziqlantiruvchi kremlar. Yuzingizni oziqlantiradi, namligini oshirib beradi hamda yuzingizdagi muammolarni bartaraf etishga sizga birinchilardan bo'lib yordam beradi. Beshinchisi esa bu qo'shimcha parvarish. Bunda Lakora kompaniyasidagi barcha qimmatbaho serum, ya'ni sivratka hamda matoli maskalar sizga birinchilardan bo'lib yordamga shoshilishadi. Lakora mahsulotlari bilan siz o'zingizni hamda yuzingizni, hozirgi ko'rinishingizni koreyalik ayollar singari 10-15 yoshgacha yosh ko'rinishda saqlab qolishingiz mumkin. Yanada ko'proq ma'lumotlarni bilish uchun sahifamga obuna bo'ling, meni kuzatishda davom eting. Yuzingizda qanday muammo borligini kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi reyslarim aynan shu muammoga yechim berish haqida bo'ladi.